Velosipedimni tashlab chiqaman, oshgami? Sen oshga bormay qo'y, oshdan chiqarib yubordik. Tushunmadim. Nimaga? Kambag'alni ajratishyapsanmi endi? Sinfdoshlar pul yig'ib ozgina ehson berishgan ekan, nima olmading? Men erkak kishiman. Ehsonga muhtojlik joyim yo'q meni. Nima deyapsan? Ehsonga muhtoj bas ekansan. Qo'shnimi qizini olgansan, 1 oy bo'ldi uylanganingga. Nimaga kasal bo'lsa tashab kelding, o'zingga qaramading. Bilasan, hali bitta tayinli ishim yo'q. Pulim yo'q. Kasal qilib olib o'tiraymi uyda? Nima bo'lib qaraverishsa? Endi kasal bo'ladi-da, uyini ko'rganman. Polin ham yo'q. Derazaga salaman qo'qib qo'ygansan. Polni o'rniga turpoq to'ldirib qo'ygansan. Nimaga sharoitini qilib uylanmagansan? Nimaga? Uylanganingdan keyin baraka bo'ladi. Uylanor. Tayinli ishing yo'q bo'lsa ham, puling yo'q bo'lsa ham uylanor deyshodi. Uylanyapman. Xafa bo'lma-yu. Odamlarning molxonasi sana qilib bergan sharoitingdan yaxshi. Qo'shnimi qizi sani uyingda 1 oyda buyrakdan kasal o'tdi. Operatsiyaga 25 ming dollar kerak ekan. Puling bormi? 25 ming dollar? Yo'q. Menda unaqa pul yo'q. Shu yoshinggacha yurding, o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Dendida, PlayStation hamma yoqda qilding. Qo'lingda, bilagingda kuching bor. Shu vaqtgacha mehnat qilishing kerak. Birovning qizini barbod qilding.